22 fevral 1918-yil Qo'qon. Bu sana Turkiston tarixida eng og'ir kunlardan biri bo'ldi. Bundan ro'parasi 108 yil muqaddam Markaziy Osiyodagi birinchi davlat bo'lmish Turkiston muxtoriyati bolsheviklar tomonidan qulatilgan kun edi. Bolsheviklar va armanlar tomonidan Qo'qonda yosh va qari odamlarni tiriklayin yoqilgan, o'ldirilgan, zo'rlangan va hatto go'daklar ham shafqatsizlarcha qatl qilingan edi. Assalomu alaykum. Bugun tarixda loyihasi. 22 fevral 1918-yil Qo'qon. Bu sana Turkiston tarixida eng og'ir kunlardan biri bo'ldi. Bundan ro'parasi 108 yil muqaddam Markaziy Osiyodagi birinchi davlat bo'lmish Turkiston muxtoriyati bolsheviklar tomonidan qulatilgan kun edi. Bolsheviklar va armanlar tomonidan Qo'qonda yosh va qari odamlarni tiriklayin yoqilgan, o'ldirilgan, zo'rlangan va hatto go'daklar ham shafqatsizlarcha qatl qilingan edi. Bir necha kun davomida bolshevik va armanlar hatto qo'lida qurol yo'q insonlarni ham ochiq-oydin qatl qilishdi. Bu harbiy operatsiya emas, balki Turkiston xalqiga qilingan ochiq genotsid edi. Bu milliy davlatchilik urug'ini qon bilan bostirish edi. Turkiston muxtoriyati tuzilishi va barbod qilinishiga oid ko'pchiligimiz eshitmagan ma'lumotlarni va millatimizga genotsid uyushtirilgan o'sha mash'um kun haqida bugun sizlar bilan suhbatlashamiz. 22 fevral kuni Turkiston muxtoriyati Sovet hokimiyati tomonidan ag'darilganiga 108 yil to'ldi. 20-asrlar boshlari o'zbek xalqi tarixida muhim rol o'ynagan Turkiston muxtoriyati bor yo'g'i 72 kun yashadi. Muxtoriyat hukumati xalq tomonidan saylanganiga qaramasdan, o'sha paytdagi Turkiston xalqining 95% aholisi asli turkistonliklar edi. Qolganlari esa 50 yil davomida Rossiyadan va boshqa Yevropa davlatlaridan ko'chib kelganlar edi. Va aynan ana o'shalar Turkiston muxtoriyatini tugatilishi uchun barcha choralarni ishga solishdi. Perfileyev boshchiligidagi bosqinchi Sovet qo'shinlari kelib, Qo'qonni o'rab oldi. Ularning ixtiyorida zambaraklar va pulemyotlar bor edi. Ular 2 soat ichida hukumat taslim bo'lsa, hujum qilmasliklarini aytishdi. Lekin muxtoriyat buni rad etdi. Shundan so'ng Qo'qonni zambaraklardan o'qqa tutishdi. Adabiyotlarda Qo'qon qirg'ini 3 kun davom etgan deyiladi. Lekin oxirgi yillarda aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra, ular 10 kun davomida Qo'qonni tinimsiz o'qqa tutishgan, shaharlarda janglar bo'lgan va shahar deyarli vayron qilingan edi. Turkiston muxtoriyati bu juda katta voqea. Zamonaviy davlatchilikning mustaqil ravishda yaratishga qo'yilgan katta bir qadam edi. To'la mustaqil davlat sifatida emas, balki Rossiya tarkibidagi avtonom davlat sifatida e'lon qilingan edi. Gap bu muxtoriyatning qancha yashaganida yoki qanday shaklda bo'lganida emas, balki uni qonga botirilganida. Toshkent, Samarqand va Farg'ona vodiysidagi taraqqiyparvarlar O'rta Osiyoda Rossiya tarkibidagi Turkistonga keng ma'nodagi milliy, madaniy muxtoriyatni berish masalasi qo'yilgan edi. Aslida bu muxtoriyat avtonom shaklida emas, jadidlarimiz muxtoriyatni asta-sekin to'liq mustaqil davlatga aylantirishmoqchi edi. 1918-yil fevralda Qo'qon shahri va uni atrofida bolsheviklar tomonidan juda katta ko'lamda qirg'in sodir etildi. Farg'ona viloyati davlat arxivi hujjatlariga ko'ra, bolsheviklar Qo'qonni to'pdan o'qqa tutayotganda kimyoviy snaradlardan ham foydalanishgan. Bu haqidagi ma'lumotlarni o'sha paytda Qo'qonda bo'lgan amerikalik jurnalist yozadi va Amerikada e'lon qiladi. Uni maqolasining rus tilidagi nusxasi Farg'ona davlat arxivida saqlangan. Qo'qon vayron qilingani haqida o'zbek olimlari ham yozgan. Lekin ular Sovet davrida bo'lganliklari uchun voqelikka boshqacha tus berilgan edi. Bolsheviklar ozodlikni olib kelishgan deyishdi. Jadidlar tuzgan hukumat esa boylar hukumati edi deb tasvirlashgan. Qo'qon qirg'inida 10 mingdan ortiq tinch aholi qatl qilindi. Bironta ham butun bino qolmadi, vayron qilindi.
Muxtoriyat qo'shini 2000 kishiga yetar yetmas holatida edi. Odamlar to'plar va pulemyotlarga qarshi oddiy ov miltig'i yoki xanjarlar bilan qarshi chiqishdi. Bolsheviklar 1917-yil noyabrda davlat to'ntarishi qilgan bo'lsa-da, hali hamma joyda to'la hokimiyatni o'rnatishmagan edi. Jumladan Turkistonda ham. Bunday vaziyatda mustaqil bo'lishimiz uchun jiddiy qadamlar qo'yishimizga hali hamon imkoniyat bor edi. Lenin boshchiligidagi bolsheviklarni hali o'z imkoniyatlari cheklangan bo'lsa ham, bor kuchlarini ishga solib, Turkiston muxtoriyatini yo'q qilishga kirishdi. Chunki ular Turkiston imperiya tarkibidan chiqib ketishini anglab yetishgan edi. Jadid muhitida shakllangan Turkiston rahbarlaridan biri bo'lgan Turor Rasqulov Qizil armiyasi haqida shunday deydi. Bolsheviklar qamoqxonadagi jinoyatchilarni chiqarib, o'zlariga Qizil gvardiyachilarni tuzishgan. U 1919-yilda Qizil armiya aslida talonchilar, bir guruh o'g'ri va qalang'i qasanqalardan tuzilganini, shuningdek, arman jinoyatchilarining yovuzliklari haqida gapiradi. Uning ta'kidlashicha, arman jinoyatchilari oldindan turkiy xalqlarga nisbatan nafrati bilan tanilgan. Ular bolsheviklar bilan birga shaharlarga kirib, tinch aholini faqat turkiy yoki musulmon bo'lganliklari uchungina o'ldirgan. Mol-mulklarini talashgan. Qo'qondan Toshkentga katta miqdorda mol-mulk yuborilganini keyinchalik sovetlarning o'zlari ham tan olgan. Biroq bu boyliklarning barchasi davlatga topshirilmagan. Ayrim bolsheviklar komissarlari esa aysh-ishrat bilan band bo'lgan. 1918-yil 22-fevral kuni Turkiston Qo'qon muxtoriyati ag'darildi va go'yoki tinchlik sulhi imzolangani e'lon qilindi. Ammo mazkur hujjatlarda na muxtoriyat hukumati a'zolaridan, na jadid ziyolilaridan bironta ham vakillarining imzosi bor edi. Aksincha ko'chadan tasodifiy odam olib kelinib, hujjatlarga imzo qo'yilgan edi. Shunga qaramay bosqinchi hokimiyat Qo'qonni ozod qildik degan da'vo bilan chiqdi. Biroq savol ochiqligicha qoladi. Qo'qon kimdan ozod qilindi? Axir shahar o'z xalqi tomonidan tuzilgan qonuniy muxtoriyat hukumat tomonidan boshqarilayotgan edi-ku. Go'yoki tinchlik olib kelingani aytilgan bo'lsa-da, aslida Qo'qon vayronagarchilikka yuz tutdi. Minglab begunoh insonlar halok bo'ldi. Shahar hayotdan mahrum etildi. Turkiston muxtoriyatining ag'darilishi bu faqat tarixiy fojia emas. Bu Uhud g'azotidan olinmagan saboq edi. Uhudda g'alaba yaqin edi, lekin birlik va itoat yetishmadi. Shuning uchun orqadan zarba keldi. Turkistonda ham xuddi shunday bo'ldi. Maqsad bor edi, lekin umumiy birlik va himoya mustahkam emas edi. Bizni zulm yengmadi, bizni parokandalik yengdi. Dushman kuchli bo'lgani uchun emas, biz bir tanu, bir jon bo'lolmaganimiz uchun yiqildik. Jangda g'alaba yoki mag'lubiyat faqat kuch-qudrat yoki son-adad bilan belgilanmaydi. Tarix shuni ko'rsatadiki, natijani iymon, iroda, birlik va ruhiy ustunlik hal qiladi. Yaqin tariximizda yuz bergan janglar ham bu haqiqatni yaqqol tasdiqlaydi. Turkiston ham oxir emas. Bu millat uyg'onishi uchun berilgan darslikdir. Agar biz bugun birlashsak, kechagi fojia ertangi qudratga aylanadi. Biz bu voqealarni o'rganar ekanmiz, bir muhim haqiqatni anglab yetishimiz lozim. Millat, davlat yoki hukumat tuzar ekan, uni himoya qila olish uchun qudratga ham ega bo'lish shart. Agar bosqinchilarga qarshi umumiy birlik bo'lmasa, o'sha yurt baribir yot kuchlar uchun oson o'ljaga aylanadi. 1917-yilda Turkistonga kirib kelgan sovet hokimiyati ham o'z hukmronligini aynan shunday dahshatli voqealar bilan boshladi. O'sha yilning fevral-mart oylarida minglab begunoh insonlar qatl etildi. Manbalarga ko'ra umumiy hisobda 50 mingdan ortiq kishi halok bo'lgan. Aynan shu qirg'indan so'ng Farg'ona vodiysi xalqi sovet hokimiyatiga qarshi milliy ozodlik kurashni boshladi. Biroq sovetlar bu kurash qatnashchilarini haqorat omuz tarzda bosmachilar deb atadilar. Aslida esa ular bosmachi emas, balki o'z millati, o'z yurti Turkiston uchun kurashgan vatanparvar insonlar edi. Millat g'oya bilan tiriladi, birlik bilan mustahkamlanadi va qudrat bilan saqlanadi. Tarixini anglagan xalq kelajakni ongli ravishda qura oladi. Tarixni biling va o'zligingizni unutmang.